Endi namozga kirgan vaqtim edi. Islom qalbimda ochilgach, haqiqiy muslima qizga uylanish istagi paydo bo'ldi. Bir qizga sovchi qo'ydim. Vakillar guvohligida ko'rishdik. U Qur'ondan necha juz bilasiz deb so'rab qoldi. Juda uyaldim. Uning savollariga qizarib, yerga qarab javob berdim. Ozmoz bilaman. Nechta sura bilasiz? 6-7 tacha. Men ham 10-12 tacha bilaman. Oyatal kursiyni bilasizmi? Ha. Xijolat bo'lmang. Men ham Qur'onni bilmayman. Mulk surasini bilasizmi? Yo'q. Men yaqinda o'rgana boshladim. 7-8 ta oyatini bilaman. Xullas, uchrashuvdan so'ng uyga keldik. Menimcha qizga yoqmadim shekilli. Menday iymonsizga qaysi taqvoli qiz ham tegardi deb o'ylab turganimda, qiz tomonidan rozilik javobi keldi. To'yimiz muslimalar orzusidek bo'ldi. Kunlarning birida ayolim keling birgalashib suralar yodlaylik, bahonada hech bo'lmasa bir juz o'rganardik dedi. Orzuyimdagi qiz bo'lgani bois men uni sevardim. Yo'q deya olmadim. Kuniga 7-8 oyatdan birga yod ola boshladik. U menga Niso surasi yoqadi, uni ham yod olaylik dedi. Birgalashib bu go'zal surani ham yodladik. So'ng Yasin Qur'onning qalbi, uni ham yodlaylik iltimos dedi. Mulk qabr azobidan saqlaydi. Shu tarzda iltimos qilar, men esa uni sevganim bois ko'nardim. Oradan 3 yil o'tib, qori ham bo'lib qolibman. Ayolim ham yod olibdi. Erkatoy ayolim endi Imom Buxoriyning Sahihul Buxoriy hadislar to'plamini ham yod olishni o'tindi. Mamnuniyat bilan rozi bo'ldim. Har kuni 1-2 tadan hadis yod ola boshladik. Kunlarning birida shubha aralash qaynotamnikiga bordim. U kishiga qizingizni islomda ilmi qanday edi dedim. Qizim Qur'onni yod biladi. Sahihul Buxoriyni ham yodlagan. Mana qarang, sertifikat va yutuqlari ham bor. O'zi uyda o'rgangan, hech qayerni bitirmagan deb qoldi. Uyga kelib, ayolimdan nega shuncha payt mendan yashirganini so'radim. U esa uchrashgan kunimiz ilmingiz kamligini bilgach, o'zingizni past his qilishingizni istamadim. Men sizga turmushga chiqishdan aslo qo'rqmadim. Sizda Allohga nisbatan